Bugun biz Spark mashinamizni 1 daqiqa ichida full shum izolyatsiya qilamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Ko'z qo'rqoq qo'l botir deganlardek birinchi o'chirda sidenalarni birin-ketinlik bilan yechishni boshladik. Sidenalarni yechib bo'lgandan keyin poldagi barcha plastmassalarni cho'chib, gilamlarni ham sekin akkuratni chiqaraversa ham bo'ladi. Endi navbat patolog qismimizni yechishga yetib keldi. Har bitta plastmassalarni olib tashlab, patologimizni akkuratni chiqarib olamiz. Faqat mashinani chochayotgani videoga qo'yadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz adashasiz, chunki biz уже ishni boshlab bordik. Har bitta changlariga, har bitta kirlariga e'tibor bergan holatda yuvib tozalab chiqamiz. Yaxshilab tozalab chiqib qo'ygandan keyin uchli materialimizni yopishtirib olsak bo'ladi. Birinchi sloyimizni yopishtirib bo'lgandan keyin uchinchi sloylarni ham yopishtirib tashlaymiz. Agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz like bosib obuna bo'lishni unutmang. Men eshiklarni yopishtirgunimcha jiyanim pollarni hammasini yopishtirib olgan ekan, o'shaning uchun videoga ololmay qoldim. Biz ungacha tom qismimizni yopishtirishga o'tsak bo'ladi. Tom qismimizdan ikkinchi sloylarni yopishtirib bo'lgandan keyin uchinchi sloy shu patolog qismimizga ham o'tsak bo'ladi. Shunaqa qilib patolog qismimizdan uchinchi sloylarni ham tayyor. Keyin bo'lsa tarpetkanimizdan ham chochib shumkalarni yopishtirishni boshladik. Birinchi sloylarni ham yopishtirib bo'lgandan keyin ikkinchi sloylarni ham yopishtirib yuborsak ham bo'ladi. Agar yana kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.